Assalomu alaykum. Unda do'koningizga xush kelibsiz. Yaxki bir minutga. Nima? Qo'ying ko'tar. Men o'g'riman. Pistoletingiz qani aka? Pistolet? Sen jinnimisan? Hozir zamon rivojlanib ketgan kameralar bor. Men nima pistoletda yursam ushasizmi meni? Ha. Bir kassadan pullaringni cho'z. Aka, hali do'konni endi ochdingiz, savdo bo'lgani yo'q, pulimiz yo'q. Hech narsa sotmadingmi? Yo'q. Naski ham sotmadingmi? Yo'q. Yurani qani kutgan qancha turadi? Ha, u arzon, yuring. Militsiya debman men uni. Ana kutgacha qancha? 700 ming so'm. Iye? Sizga 600 ming qilib beramiz. Unda do'konimizdan sovg'a. Shunday bo'lsa. Bir go'd men uni do'kondaman, ha. Kiyim qilyapman. Ratsiyangiz yo'q-ku? Sen nima hamma narsaga aralashyapsan, ha? Burning tiqasan. Bor menga krossovka topib ber. Bo'ldi. Bir go'd chal qoldi, sezib qolardi. Qandaysan, Robertda bajo. Qo'lim qisma og'riyapti. Qisma. Men shu yoqqa bo'ladimi? Bo'ladi. Aka, nima qidiryapsiz? Bir ko'ray, cho'ntak-po'ntagida pul-mul qolib ketmaganmi? Bular yangi mollar kecha Turkiyadan keldi-yu. Bular yangimi? Yangi? Hech kim kiymaganmi? Yo'q. Unda ikkita ber. Mana aka. Mana akajonim. Qancha bo'ldi? 1 million 300 bering bo'ladi. 1 million 300? Mana. Endi savdo bo'ldimi? Bo'ldi aka. Manaqa o'g'ri bormi, aqlli? Yo'q. Manaqasi yo'q. Kalla butunda. Butun. Menga zakovatga qatnashyapti. Mani vaqtim yo'q. O'g'rilikni kim qiladi? Omadingni bersin, ukam. Rahmat aka. O'rgan. Deb turing. Nima bo'ldi hozir? O'zi nimaga kelgandi? Yevno men sver, yevno. Ye kalla yo'q.